Qara hozir nima qilaman? Ey, to'g'ri qo'ysalaring bo'lmaydimi? Qachongacha sanlarni deb menga peshtaman. Menga qara. Pochsan. Xo'jayinni o'lmasang o'zingga. Normal muomala qil. Olsang ishimni olasan-da. O'zingizni bosing. Aka, bo'ldi qiling, xo'jayin hozir ko'rib qoladilar. Yosh bola-ku axir. Sen ham yoshimizni hurmat qilsang bo'lardi. Ot qo'lingni. Ko'rasan hali. Dadajon, eshityapsizmi? Labayona qizim. Dadajon, meni tabriklashingiz mumkin. Xo'p, nima bilan? O'qishga kiribman, dadajon. Tabriklayman. Faqat o'ylab ko'rsam, o'qimoqchi emasman. Nega? Uchta opamni o'qitdingiz. Sizga ortiqcha yuk bo'lmoqchi emasman, dada. Qizim, bu nima deganing? Puldan xavotir olma. Pulim ko'p, hammangga yetadi. Qiynalmang deyman-da, dadajon. Men senga biror marta qiynaldim deb aytdimmi? Yo'q. Unda eshit. Menga seni o'qishing va kelajakdagi orzularing muhimroq. O'qiysan, gap tamom. Rasul aka, kelyapsizmi? Tezroq bo'ling, xo'jayin gapiryapti. Aka, nimaga xo'jayinning o'g'liga baqirdingiz? Otasini oldiga kirib ketdi. O'zi bir qiltiriq bo'lsa, ishdan haydasa nima qilamiz? Rizqni berguvchi Alloh. Nimasidan qo'rqasan o'shani? Ha, endi. Buni qo'y. Qizim o'qishga kiribdi. Tabriklaymiz. Endi obedni puli ham kontraktga ketar ekanda. Nima deganing? Rostdan hamda aka,